Grija bu abadiy kasallik emas. Agar to'g'ri davolansa, hayotingizning qolgan qismini grijasiz yengil o'tkazishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Qanaqa qilib dori-darmonlarsiz grijadan qutulish yo'llarini aytaman. Birinchi navbatda grijani kelib chiqish holatini aniqlashimiz kerak, chunki grijani keltirib chiqaradigan omillar juda ham ko'p. Aynan bitta faktga asoslanib grijasi chiqqan yoki grija hosil bo'lgan deb ham ayta olmaymiz, chunki buni sabablari ko'p. Grija qaysi holatda chiqadi? Birinchi asosiy birlamchi sabablari bor, ya'ni og'ir mehnat, og'ir ko'tarish, jismoniy faollik haddan ziyod oshib ketadi yokida haddan ziyod kamayib ketadi. Shu holatlarda ham grija chiqish ehtimoli bor. Albatta shu narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Hop, grija chiqdi deylik. Keyingi etapda grija chiqqandan keyin tabiiyki tanada juda ham bir odamni asabiga tegadigan, juda ham bir noqulay og'riq, diskomfort, o'tirsangiz ham, tursangiz ham, yursangiz ham, hattoki uxlaganda yotoq holat ba'zi bir og'riqlar paydo bo'ladi. Ana endi shu holatda birinchi qilinadigan narsa albatta shifokorga murojaat qilishingiz kerak, ya'ni kineziologga tavsiya beramiz, chunki kineziolog hech qanday dori-darmonsiz grijani o'sha so'rilib ketishiga, tanadagi bo'ladigan og'riq, diskomfortlarni tabiiy yo'l bilan operatsiyasiz, dori-darmonlarsiz diagnoz qilib, muolaja olib borishadi. Xo'p, endi grijani qanaqa qilib dori-darmonsiz yo'qotsa bo'ladi deydigan odamlarga juda ham oddiy maslahatimiz bor. Agar grija ancha yildan beri bezovta qiladigan bo'lsa, og'riqlar surunkali bo'ladigan bo'lsa, ya'ni xronический, davomiy har safar og'riq bilan yuradigan odamlarga uni albatta kineziologga ko'rigiga kelib bir konsultatsiya olishni, grija nima sababdan kelib chiqqan, qaysi mushagingiz ishlamayapti, ichki organlardagi nosozliklar, faoliyati, buzilishlarni hisobiga ham grijaga nagruzka tushadi. Ya'ni grija ichki organlar sabab ham grijaga nagruzka bo'ladi. Ya'ni umurtqa pog'onasi, bel qismida asosiy agar grija bo'ladigan bo'lsa, o'sha bel sohasida kundalik harakatlarimiz, kundalik bizni o'sha yurib turishimiz, o'tirishimiz, ish faoliyatida ham, misol uchun o'tirib ishlaydigan odamlar bor. Ana o'sha holatlarni aniqlab, buni qaysi holat qulay va qaysi mushaklar ishlamayapti, birinchi navbatda kineziolog shu narsaga e'tibor qaratadi. Ya'ni imенно grijangizga emas, balki o'sha grijaga nima nagruzka tushiradi, umurtqada nima hisobiga перегрузка bor. Ana o'sha holatni davolab, ana o'sha holatda birinchi tagiga yetib diagnostika qiladi. Xo'p, endi grija bu juda ham asabga tegadigan, juda ham kaprizni kasallik hisoblanadi. Grijasi bor odamlarga birinchi navbatda tavsiya berishimiz qanaqa bo'ladi? Ya'ni bir xilla shifokorga ham hattoki ko'rina olmaydi, vaqti, imkoniyati yo'q. Ana shu holatda uy sharoitida qilinadigan mashqlar bor, o'tirib turishlarimiz bor. Ana o'sha holatlarni, ya'ni rejimni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Lekin albatta birinchi baribir tavsiya beradiganimiz kineziolog ko'rigiga kelishingizni tavsiya qilamiz, chunki sizni yurib turishingiz, o'tirib turishingiz, har bitta harakatingiz, hattoki yeb ichadigan mahsulotlaringizga ham e'tibor qaratiladi. Chunki boya aytib o'tganimizdek, ichki organ faoliyati buzilsa, ba'zi mushaklarga nagruzka tushiradi. Ya'ni ba'zi mushaklarning ish faoliyati tubdan o'zgarishni boshlaydi. Endi tubdan o'zgargandan keyin grijaga ta'sir nimani hisobiga o'tkazadi degan savol tug'ilishi mumkin albatta, chunki har bir yurish turishimizda har bir mushagimizni o'zini javobgarligi, o'zini ish faoliyati bor. Ana o'sha mushaklarimiz ishlamaganning hisobiga grijadagi bo'ladigan og'riqlar, ya'ni mushaklarni yaxshi ishlamaganning hisobiga grijaga перегрузка bo'ladi, ya'ni nagruzka ko'payaveradi. Birinchi navbatda biz o'sha nagruzkani yechamiz. Ya'ni grijani asl o'ziga emas, grijani nima keltirib chiqargan, nimani hisobiga nagruzka tushyapti, ana o'sha narsani biz birinchi navbatda yechamiz. Tabiiyki
qo'l asnosida kineziyologda hech qanday dori-darmonlarsiz ishlatiladi. Endi grijani ham juda ham bir og'ir turlari bor, albatta. Grijani og'ir turlari yurg'izmay qo'yadi, o'tkazmay qo'yadi. Harakatingizni tubdan butkul cheklab qo'yadi. Ana bu holatda уже boshqacha yo'l tutishimiz kerak. Ya'ni sizga operatsiya kerakmi, operatsiya kerak emasmi? Buni barchasini diagnostika qilib, odamlarni har bir holatini o'rganib, kerakli ma'lumotlarni berishimiz mumkin. Hop, bizga mana navbatdagi naglядный primerimiz, ya'ni mana bu yerda ko'rsatilgan bu grija hisoblanadi. Bu mana meshpoзвонковый diskda o'sha grija chiqqanining hisobiga mana bu yoqda qancha nervlar o'tgan. Ana o'sha nervlarning siqishini hisobiga, sedalish nerv siqilishining hisobiga oyog'ini butkul mana dumba mushagidan boshlab tovongacha tortishish paydo bo'ladi. Ya'ni bu grijani holatiga qaraladi, grijani razmeriga ham qaraladi va asosiy e'tibor jihati, ya'ni e'tibor qaratiladigan joyi mana bu grijaga, ya'ni umurtqa pog'ona, ya'ni bel qismiga nima nagruzka tushiryapti. Ya'ni перегрузка bo'ladi umurtqa pog'onasida. Ya'ni перегрузка nimani hisobiga bo'ladi? Mana beldan boshlab butun tana deylik, mana beldan boshlab pastdagi stabilizator mushaklar bo'ladi. Ana o'sha mushaklarni ishdan chiqish hisobiga, faoliyati buzilganning hisobiga hamma перегрузка, nagruzka mana bel sohasida bo'ladi. Bu grijaga battar, ya'ni siqilish paydo bo'ladi. Endi hop, bir xilla buni operatsiya qilib oldirib tashlaydi, og'rig'iga chidolmay. Ya'ni operatsiya qilib olib tashlagandan keyin operatsiya udachniy bo'ladi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas, lekin buni yana bitta e'tiborli jihati bor, e'tibor qaratadigan joyimiz bor. Bu grijani kesib olib tashlagandan keyin ham tanada перегрузка, nagruzka, ya'ni bu mushaklarni tiklamaganligining hisobiga, mushaklar o'zini faoliyatini yaxshi olib bormaganning hisobiga nagruzka yana ko'payaveradi bu yoqda. Yana vaqt o'tib, ma'lum bir muddatdan keyin nagruzka ko'paygandan keyin yana grija o'sib chiqish ehtimoli juda katta. Xo'p, endi bu grijani so'rilib ketish xususiyati bor, albatta, hech qanday operatsiyasiz va ukol dorilarsiz. Oladigan ukol, tabletka, dorilarimiz hammasi buni og'rig'ini olishga fokus qaratiladi, albatta. Ana shu holatda kineziyolog nimaga e'tibor beradi? Birinchi navbatda butun tana, ya'ni boshdan oyoqning uchigacha har bir mushak holatini aniqlab, sostoyaniyasini tekshiradi. Ya'ni ish faoliyati qanaqa mushakni, tanadagi o'sha o'tirganda, yotganda, turganda qaysi mushak aktiv emas, qaysi mushak aktiv. Ana o'sha holatda har bir mushakni tiklagandan keyin va yana bitta e'tiborli jihati, hattoki grijaga bu yerga перегрузка deydi, o'sha nagruzka tushishini hisobi ichki organdan ham bo'ladi. Ya'ni ichki organ faoliyati buzilsa, tabiiyki har bir mushakka ta'sir o'tkazadi va mushak stabilizator mushaklar ishdan chiqadi. Shundan keyin yana grija o'sib chiqaveradi, yana o'sha eski hol, ya'ni grija og'riqlari paydo bo'ladi. Mana bundan keyin yana o'sha holiga qaytishi boshlaydi. Endi buni grijani so'rilib ketishiga kineziyolog birinchi navbatda yo'l ochib beradi. Ya'ni nima qiladi? O'sha boya aytib o'tganimizdek, butun tanadagi mushaklar tiklanganning hisobiga, ichki organ faoliyati yaxshi bo'lganning hisobiga va albatta birinchi navbatda asab tizimiga e'tibor beriladi. Kineziyolog albatta asab tizimini ham inobatga olish kerak, chunki stressdan bu grija aziyat chekadi, ya'ni nagruzka ko'payganning hisobiga og'riq ko'payaveradi. O'sha har bitta holatini, har bitta mushagini tiklagandan keyin vaqt o'tgan sari agar kerakli muolaja qilinsa, hech qanday dorilarsiz bu grija so'rilib ketish xususiyatiga ega. Ana o'sha oddiy, ya'ni hech qanday dorilarsiz har bir mushakni tiklab chiqishimiz kerak birinchi navbatda. Yuqorida aytib o'tgan ma'lumotlarga tayanib, sizlarga birinchi beradigan tavsiyam albatta o'tkazib yubormasdan, cho'zib yurmasdan kineziyolog ko'rinishingizni tavsiya qilaman, chunki hech qanday dori-darmonlarsiz buni oldini olish juda ham oson. Agar
juda ham o'tib ketmagan bo'lsa, buni asoratlari juda ham og'ir bo'ladi. Grijada agar kattalashaversa, nagruzka ko'payaversa, уже tabiiyki bilamiz, ko'p holatlarda ko'rganmiz, kuzatganmiz, guvohi bo'lganmiz. Hattoki yotqizib qo'yadi, odamni уже harakati cheklanadi. Bunda faqatgina уже operatsiyadan boshqa chora bo'lmaydi. Agar bunaqa holat bo'lmasligini xohlasangiz, albatta cho'zmasdan kineziolog ko'rinishingizni tavsiya qilaman. Agar sizda grija bezovta qiladigan bo'lsa, bizni klinikamizga tashrif buyurishingizni tavsiya qilamiz, chunki hech qanday dori-darmonlarsiz grijadan ancha yengil va holi bo'lgan holda yurishingizni ta'minlab beramiz. Mana hozir sizga klinikamizda davolanib ketgan bemorlarimiz videolarini siz bilan ulashamiz. Endi og'riq meniki ancha yil bo'ldi. Hali yaxshi bo'lar, hali yaxshi bo'lar dedim, davolandim. Ukol dorilar oldingiz, u yoqqa bordingiz, bu yoqqa bordingiz. Oxiri mana shu yerdan kelishdi o'zida yuragimga soldi. Meni olib boringlar deb, bu kelin olib boraman deb turib oldi. Keldim, men kelyapman, mashinadan tushguncha juda qiynaldim. Ketguncha ozroq yaxshi bo'ldim. Bu kuni yaxshi keldim. Oyog'im juda qiynayapti. Oldin bu oyog'im og'riydi. Bu uncha emas. Buni og'rigani endi uxlayolmadim-da. Necha vaqtdan beri uxlayolmayman. Uyqu beti ko'rganim yo'q. Birgina uxlasam dedim, ana qilaman. Yo'q, mana 3 kundan beri yaxshi uxlayman. Ikkita qo'lingizdan ushlab kirishuvdi. Turing, hozir yurishingiz qanaqa holi? Hozir ushlamanglar, o'zim yuryapman. Yuring. Bular shunda ham ishonmaydi-da, ishlaydi. Yuring. Qolib bitta ko'ringlarchi. Yurayotganingizni. Mana Turishlaringiz ham bemalol. Keyin birinchi kuni esizdami, men bu kushetkaga chiqayotganda stol bilan chiqdik-ku, nima qildik? stolda ustiga chiqdim. Stolda men chiqolmayman, qo'rqaman desam, qo'rqmang deb ushlab turibdi. Bir amallab chiqdim. Men endi 3 kun, 4 kundan beri o'zim tushib. Oldingi holatingiz bilan hozirgi holatingizni qanaqa taqqoslaymiz, xola? Oldingi holatimni eslashni ham istamayman. Hozir endi qan mana shunday yurib ketganimga xursandman, yaxshi bo'lganiga. Borliklaringizga shukr. Amin. Bundan da martabalaringiz ulug' bo'lsin. Rahmat, hammaga rahmat. Ikkita licheniyadan keyin ancha yaxshi, o'zimni yengil sezyapman. Og'riq bitta ikkinchi oyog'imda даже yo'qoldi, bittagina nuqtada qoldi. Necha yildan beri og'riyotganligini Bu aytib oyog'im 2015-yilda og'riq boshlangan. Xudoga shukr, hozir ancha o'zgarishlar bor. Yaxshi bunda ham. Oyog'im bukilmay qoldi. Даже ko'tarmay qoldi. Ikkinchi oldin bu oyog'im bo'lgani uchun bunga ham nagruzka bo'lib, bu oyog'im ham shu holatga tushgandan keyin yurishga ham zo'rg'a keldimda, yurib. Bemalol mana shu yerga lichena qilishga keling. Men ham Instagramda ko'rib, niyat qildim. Alloh meni niyatimga yetkazdi, shu yergacha yetib keldim. Xudoga shukr, ikkita oyog'im ham ikkita lichenada sezdim, juda yaxshi. Bu fanni bunaqaligini bilmadim, haqiqiy. Bilmagan edim ham, eshitmagan edim ham. Yo'q, hozir xursandman. Nimaga desiz, meni bu sharoitimda, bu qo'ltiq tayoqda, bu poliatrit 25 yil yanaqamga bu 50 rezultatni menga xuddi 100% tuzalgandayman. Kim kelsa ham juda maza qiladi, dardiga shifo beradi. Avvalambor Xudo, qolaversa bular sababchi hammanglar. Ilohim qo'linglar em bo'lsin, hammanglarni ishinglarni rivojini bersin. Juda ham xursandman. Ilohim ishinglarni, kasbkoringlarni barakasini berib, ishinglarni rivojini bersin. Hammaga tavsiya qilaman, kelinglar Karimov kinezologiya markaziga. Adashmaysizlar, lekin ketgizgan pulinglarga ham achibmaysizlar. Men aytaman, ich tilimdan aytaman. Endi kim qanaqa tushunadi, u Allohga oyoq. Agar sizga videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr.